ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmu qat'iy, tadbirkor va hushyor bir kishi minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Farangiz G'ofurjonova. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Buyuklarni e'zozlab, vatanparvarlik ruhida tayyorlaydi. Noqonuniy mahsulotlar ushlandi. 60 ming quti Milano va Orange nomli tamaki mahsulotlari. Ustozlar salohiyati qanday baholanadi? 3 yilda bir marta majburiy asosiy jarayonlarga jalb etiladi. Yashash uchun yeyish kerakmi yoki yeyish uchun yashash? Ovqati mazali bo'lsa, boshqa bo'lsa, odam kelib o'zi yeyveradi. Endi shu va boshqa lavhalarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Ajdodlar faxr iftixorimiz va tariximizning tirik guvohlaridir. Ularning boy madaniy merosi bugungi kun avlodlari uchun har tomonlama o'rnak. Buyuk sarkarda, davlat arbobi Sohibqiron Amir Temurning 690 yilligi munosabati bilan butun mamlakatimizda vatanparvarlik ruhidagi tadbirlar uyushtirildi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Yoshlarni vatanga muhabbat, yurtga sadoqat, ajdodlar ruhiga hurmat ko'rsatuvchi shaxs sifatida tarbiyalash maqsadida turli tadbir va musobaqalar muntazam o'tkazib kelinadi. Turkiy davlatchilik asoschisi Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan respublika miqyosida erta tongdan turli namoyishlar uyushtirildi. Namangan shahridagi Shodiyona tantanalar majmuasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasigacha bo'lgan 1 kilometr masofada ham sana munosabati bilan tantanali yurish tadbiri o'tkazildi. Barcha viloyatlarda, xususan Namangan viloyatida ham mana shu Sohibqiron Amir Temur tavalludining 692 nishonlash maqsadida marsh o'tkazildi. Yurish marafoniga, marshiga kuch tuzilmalarimiz, qolaversa talabalarimiz, o'quvchilarimiz, 2000-3000 dan ortiq yoshlarimiz hamda aholimiz birga faol ishtirok etishdi. Tadbirda harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlat va jamoat tashkilotlari, vatanparvar tashkilot vakillari, faol yoshlar, sportchilar va vatan tayanchi otryadlari, tarixiy qahramonlar siymosidagi guruhlar, maktab o'quvchilari, talabalar hamda keng jamoatchilik faol ishtirok etdilar. Vatanparvarlik ruhida tayyorlaydi. Bugungi yurishda Namangan davlat texnika universitetining 100 ga yaqin talabalari ham ishtirok etdi. Ushbu yurish ajdodimiz Sohibqiron Amir Temurga mos farzand bo'lishga undaydi. Yoshlarda vatanparvarlik ruhini oshirish, ularda vatanga bo'lgan tuyg'usini mustahkamlashda bunaqa tadbirlar yaxshi samara bermoqda. Bu kabi keng qamrovli tadbirlar yoshlar qalbida vatanga muhabbat, sadoqat va faxr tuyg'usini mustahkamlab, ularni kelajakda yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan barkamol avlod sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakat hududiga noqonuniy tovarlarni olib o'tish, saqlash va tarqatish javobgarlikka sabab bo'ladigan harakatlardir. O'tkazilayotgan nazorat tadbirlari, targ'ibot ishlariga qaramay, ayrim yurtdoshlarimiz o'z moddiy manfaatlarini qonunlardan ustun qo'yishga urinmoqdalar. Yaqinda ana shunday shaxslarning qilmishlari fosh etildi. Yashirin iqtisodiyot yurt rivoji mamlakat ravnaqi yo'lidagi eng katta to'siqlardan biri. Shu bois ham kontrabanda mahsulotlari aylanmasiga qarshi kurashish dolzarb masala sifatida qaraladi. Bu boradagi qonunbuzarlik holatlarining oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan viloyat miqyosida muntazam ravishda tezkor tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Viloyat bojxona boshqarmasi, kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi, davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan Chust tumanida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosining yashash xonadoni tegishli tartibda ko'zdan kechirilganida transport vositasiga muqaddam Qirg'iz Respublikasidan noqonuniy yo'llar orqali olib kirilgan jami 60 ming quti Milano va Orange nomli tamaki mahsulotlari yuklayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Joriy yil davomida viloyat bojxona boshqarmasi tomonidan shu kabi tamaki mahsulotlari bilan bog'liq 16 ta holatda qiymati 1 milliard so'mlik noqonuniy tovar aylanmalarining oldi olindi. Qing'ir yo'lning boshini tutgan kimsalarning qilmishi baribir fosh etiladi, zero jinoyatga jazo muqarrar.
ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy mahoratini aniqlashga qaratilgan attestatsiya jarayonlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. U ta'lim sifatini oshirish, darslarni yanada samarali tashkil etish hamda o'quvchilarga berilayotgan bilimning mustahkamligini ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur jarayonda ustozlarning nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy ko'nikmalari hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish darajasi ham atroflicha baholanadi. O'qituvchilarning o'zi ta'lim berayotgan fanini bilish darajasi, o'z vazifasida samarali ish tashkil etishi hamda pedagogik mahoratini xolisona baholash, ta'lim sifatini yanada yaxshilash maqsadida attestatsiya jarayonlari muntazam amalga oshiriladi. Namangan shahridagi 15-sonli umumta'lim maktabida ham viloyatning 14 ta hududidan kelgan muallimlarning bilim va malakasi navbatdagi sinovdan o'tkazilmoqda. Faoliyat yuritayotgan pedagoglarimiz 5 yilda bir marta yangi pedagoglik faoliyatini boshlagan mutaxassislarimiz esa avval kasbiy sertifikatlash imtihonidan o'tadilar, keyinchalik esa ular 3 yilda bir marta majburiy attestatsiya jarayonlariga jalb etiladi. Namangan viloyatidagi bahorgi attestatsiya jarayonlariga jami 16393 ta ariza kelib tushgan bo'lib, shundan 14444 ta navbatdan tashqari 1949 ta navbatdagi majburiy turida ishtirok etadilar. Pedagogik malaka test sinovi 50 ta savoldan iborat. Undan 40 tasi bevosita mutaxassislik bo'yicha, 10 tasi pedagogika va psixologiyaga oid savollar majmuasidan iborat. Har bir o'qituvchi uchun 90 daqiqa matematika, kimyo, fizika, biologiya kabi murakkab amallar talab etadigan fanlar uchun esa 2 soat vaqt ajratilgan. Mutaxassislik fani va pedagogikadan test sinovlarini yechdik. Test sinovlari shaffof va ochiqlik prinsipi asosida bo'lib o'tmoqda. 100 balli tizimda mana shu sinovlarda 96 balli qo'lga kiritdim. Mana shu olingan natija 96 ball bizga pedagoglarga nizom asosida qo'shimcha ustamalar taqdim etadi. Bu bizga yanada ko'proq o'z ustimizda ishlashga imkoniyatlar yaratyapti, turtki bo'lyapti. Ta'lim muassasalari pedagog kadrlarining ilm va malakalarini baholash, o'z vazifalariga loyiqlik darajasini aniqlash bilan bog'liq jarayonlar 6-mayga qadar davom etadi. Ayni kunlarda ayrim umumovqatlanish joylarida o'ta ko'p miqdordagi ovqatni belgilangan ma'lum bir vaqtda iste'mol qilish evaziga turli pul mukofotlari va boshqa sovrinlar va'da qilinishi urfga aylanib bormoqda. Achinarlisi, bunday ajabtovur musobaqada ayollar ham ishtirok etmoqdalar. Garchi bir qarashda beozordek ko'ringan bu holatlar odob va axloq normalari, milliy qadriyatlarga tahdidgina bo'lib qolmay, inson salomatligiga katta xavf hamdir. Navbatdagi lavhamiz shu haqda mushohadaga chorlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda turli umumovqatlanish maskanlari, kafe va oshxonalarda belgilangan pul mukofoti evaziga ko'p miqdordagi ovqatni ma'lum bir vaqt oralig'ida iste'mol qilish bilan bog'liq videolar ko'payib bormoqda. Garchi bu alohida e'tibor talab qiladigan mavzu, juda ahamiyatli masala sifatida ko'rinmasa-da, asli mohiyat boshqacha. Insonning o'z ehtiyojidan ortiq taomni moddiy manfaat uchun majburiy iste'mol qilishi qanchalik to'g'ri? Oshxonaga foydasi ham bor, oshqozonga ham ziyoni bor-da uni. Menimcha, manfaat o'zini manfaatini o'ylaydi hamma. Ili marketing deb hisoblayman. Ovqatni sotgan bilan odamning sog'ligichi? Sog'ligingiz nima bo'ladi? Endi biz oqlaymiz-da, sababi nimaki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan inson o'zini mahsuloti reklama orqali ham daromad ko'radi. Kimlardir ovqat yeb qo'yib, maqtanib boshqalardi, lekin uni oqibati o'ylamayapti-da. Bundan ko'ra odamlar orasida shu sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarzini olib borishsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Mana konkurs qilish 10 daqiqa demasan 200 so'm borishmi? Boshlashda vaqtimiz ketmoqda. Yurtimizda tadbirkorlik faoliyatiga keng imkoniyatlar, imtiyozlar berilmoqda. Bundan unumli foydalanishga harakat qilayotgan umumovqatlanish sohasidagi tadbirkorlar ham balki o'z mahsulotlari va xizmatlarini shu yo'sinda reklama qilish, oshxonalarga ko'proq xo'randalarni jalb qilishni niyat qilgandirlar. Pul evaziga ovqatini taklif qilib, ortiqcha xuddi musobaqaga o'xshatib odamlarni taklif qilayotgan odamlarga men noto'g'ri fikr bildiraman. Kerak emas bunaqa ish. Inson salomatligiga ziyon qiladi. Tadbirkor sifatida ham u noto'g'ri. Chunki ovqati mazali bo'lsa, boshqa bo'lsa, odam kelib o'zi yeyveradi uni.
Inson ozuqaning 25%ni tongda, 50%ni tushlik vaqti hamda 25%ni kechki payt iste'mol qilish salomatlik uchun foydali ekanligi tibbiyotda o'z isbotini topgan. Biroq kimdir tomosha uchun, yana kimdir pul uchun taomni haddan ziyod ko'p yeyishga rozi bo'lmoqda. Bu holat esa nafaqat ularning sog'lig'iga, balki ruhiyati, turmush tarziga ham yomon ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda tarkibiga qaramasdan, vitaminligiga qaramasdan ko'p ovqat yeyish, ko'p go'shtlar iste'mol qilishga to'g'ri kelyapti. Даже o'rtalarda sport o'ynashyapti, musobaqa o'ynashyapti. Mana shu ko'p ovqatlanish natijasida qand kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, onkologik kasalliklar paydo bo'lyapti. Chunki bu ovqatlanish me'yoridan oshib ketsa, demak mana shu kasalliklarni keltirib chiqarib, bemorlarimiz erta kunda hayotdan ko'z yumishga to'g'ri kelyapti. Azaldan sharq mamlakatlarida inson axloq va odobi uning ko'rki va fazilati sifatida qaralgan. Shu jumladan ovqatlanish odobi ham ajdodlarimiz davridan sayqal topib, eng xushxulq va tahsinga sazovor jihatlaridan biri sanaladi. Ayrim g'arb davlatlarida ovqatlarni kim tez yoki ko'p iste'mol qilish bo'yicha o'tkaziladigan musobaqalardan ko'r-ko'rona andoza olish nechog'li to'g'ri? Kim bir kishini ehtiyojidan tashqari taom yeyishga buyursa va uni qimorga o'ynaydigan bo'lsa, bu haromdir deb Hanafiy mazhabimizda ochiq-oydin belgilab qo'yilgan. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum bir taomlarni nafsi xohishimizdan tashqarida, ehtiyojimizdan ko'proqini yedirib va bu oqibatida ularga ma'lum bir summalarni berib, qimor joriy qilayotgan kishilarni guvohi bo'lyapmiz. Bu narsa oqibatida agarchi ana shu odam shu qimorni ijro qilib taomni hojatdan tashqarida yeb, agarda nobud bo'ladigan bo'lsa, bu odam o'ldirgandan ham yomonroq gunohga ega bo'ladi va bu narsani shariatimizda qaytarilgan. Arzimagan pul uchun salomatlikdan voz kechish bu jasorat emas. Aksincha, o'z salomatligiga beparvolik va loqaydlikdir. Ko'rinishidan noodatiy yondashuvdek tuyulgan bu holat aslida millatni ich-ichidan yemiruvchi, boqimandalik va nafsga tobelikni targ'ib etuvchi jiddiy xavf hisoblanadi. Jamiyat esa bu kabi ko'ngilochar kontentni emas, balki ongli va mas'uliyatli yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Inson kamoloti avvalo uning odobida namoyon bo'ladi. Odob esa har bir holatda, hatto dasturxon atrofida ham o'z ifodasini topadi. Ovqatlanish bu shunchaki qorin to'ydirish emas. Bu madaniyat, ehtirom va shukronalik ifodasidir. Dasturxonga o'tirganda avvalo qo'llarni toza tutish, kattalarni hurmat qilish, ovqatni isrof qilmaslik bu odobning eng oddiy ammo eng muhim qoidalaridandir. Shoshilmasdan ovqatni yaxshilab chaynab yeyish nafaqat salomatlik, balki tarbiya belgisidir. Suhbat davomida ovqatni yeyishda ham me'yorni saqlash, baland ovozda gapirmaslik, boshqalarga noqulaylik tug'dirmaslik haqiqiy madaniyat namunasi. Dasturxon oilaviy mehr va birdamlik timsoli. U yerda aytilgan shirin so'zlar, bildirilgan ehtirom va samimiy inson qalbida iliq xotiralar qoldiradi. Unutmaylik, odob bilan yeyilgan taom barakali, ehtirom bilan tutilgan dasturxon fayzli bo'ladi. Chin insoniylik hislari har jabhada siz va bizga hamroh bo'lsin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan reportaj va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. O'zingizni asrang, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.